Assalomu alaykum ko'ktang bolalari. Sog' salomatmisiz? Yaxshi yuribsizmi? Ishlaringiz yaxshimi? O'qishlar yaxshimi? Mana ko'ktangda bitta hovli bor. Bu hovlida ko'ktang bolalari deyarli doim mashg'ul bo'ladilar. Mana shu hovlida nimalar ekilgan, ko'ktang bolalari bilan birga qilingan. Men shularni sizlarga bitta-bitta izohlab bermoqchiman. Mana bu liliya guli. Mana bular nima buni oti edi? Petrushka. Petrushkani biz qishda ekib, qishi bilan petrushkadan foydalanib, yana o'saverdi va tashqarida saqlayapmiz. Mana atirgullar o'sib, уже ochilib boshladi. Mana bu tog'dona. Tog'dona bilasiz, bu o'zi o'sgan. Qushlar olib keladi buni urug'ini va bular o'sadi. Mana rastoropshaning yana bitta chiroyli o'sgan holatini qarang, o'zi o'syapti. Bir urug'ini sepsangiz edi, o'sardi hovlingizda. Mana bu gulimiz fioletoviy bo'lib gullaydi. Vantop gul deyiladi. Mana qarang, zdaniyangizga, dachalaringizni oldiga eksangiz, alohida o'zgacha ko'rk baxsh etadi bu manzarali daraxt gul. Mana uning yonida o'sgan tut, uni ham o'zi o'sgan. Qushlar yordam bergan bizga uning o'sishida. Biz qishi bilan tuvaklarda ichkarida gul ekamiz va mana endi hammasini tashqariga chiqarganmiz. Mana bu gullar qalamchadan o'sgan gullar. Tuvayda o'stirilgan qalamchasidan nasib bo'lsa endi gullamoqchi, bular ham gullaydi. Mana yana rastaropsha. Bemalol olib ovqatlaringizga, salatlaringizga ishlatishingiz mumkin. Eng kuchli rastaropsha mana azizlarim, yeri kuchlimi, shunchalik o'zi o'sib ketgan. Bular hammasi tabiatning bizga in'omi. Mana atirgullar уже gullab boshladi azizlarim. O'lmagan qulga deydi-ku. Mana atirgullar уже ochilib boshladi. Mana shu yerda bir qator archa ekilgan. Negaki archa bilasiz, kislorodga boy o'simlik, kislorodni yaxshi chiqaradi. Uning atrofida o'tirib dam olsangiz, hovlingizda archa bo'lsa, o'shaga qirg'oq joyda dam olsangiz, farqini bilasiz. Dihaniyalarningizni yaxshi qiladi. Mana bu gullar kalendula. Bular ham o'zi o'sgan. Hech kim ekmagan, urug'i to'kilib o'zi o'sgan. Aslida mana shu yerda chesnok ekilgandi. Mana chesnokning o'rnidan biz kalendulaga erishdik. Mana bu inobat gulimiz. Nima uchun inobat gul? Inobat degan singlim mana shu gulni qishi bilan ekib, hovlilarni, ish joylarini bezab qo'ygan. Shunga havas qilib olib ekkandim. Rosa yaxshi gul ekan. Qishda ham gullaydi. Bali ko'rsataman, qishda gullagan holati ham bor. Mana bu manzarali gullar, tropik gullar. Mana bu gul esa, mana bu plyonka turibdi, sovurmasin deb shunday qo'yganmiz. Kamila. Bu tuvayda kelgan, biz yerga ekib oldik. Mana bu anor ham o'zi o'sgan. Ko'ryapsizmi? Bizga tabiat qanchalik yordamchi. Anorlari biz o'zimiz ekmaymiz. Mana o'zi o'sib qolgan, ko'rdingizmi? Mana shunday gullar. Mana bu gul gullash kerak edi, gullamayapti. Endi gullasa kerak. Milanchay shekilli. Mana qarang, rastoropshalar qanday o'sib yotibdi. O'rmon. Keling, olib keting. Ko'katlar qiling, salat qiling. Mana ular osilma gullari, hozir qo'yamiz. Mana bunda qush bor edi. Uchib ketdi. Rahmimiz kelib uchirib yubordik qisqasi. Nima qilamiz? Tabiat qo'yinda sayr qilsin qushlar. Bir ko'rgazmaga keltirilgandi, keyin uchirib yubordik. Mana inobat gulimiz. Ko'rdingizmi? Qishdan buyon, qish davomida gulladi mana shu inobat gulimiz. Ko'rdingizmi? Inobat singlimning o'ziga o'xshagan chiroyli, go'zal gul. Mana atirgullar endi gullash arafasida, ko'ryapsizmi? Ular gullaydi endi. Mana yana bitta kamila. Plyonka tagida bo'ladi sovuq kunlarda.
Ajoyib gullar. Gul eking azizlarim. Bog'ingizda gullar bo'lsa, kayfiyatingiz ham yaxshi bo'ladi. Tabiatingiz toza bo'ladi, havangiz kislorodli bo'ladi. Hamma narsa suv bilan. Mana ko'rdingizmi, yana rastaropsha, yana kalendula. Bular o'zlari o'sgan. Mana bu ko'katlarni bolalar ekkan, mana ko'ktang bolalar mehnatlar samaralarini ko'ryapsizmi? Bu bilasizmi, mana taniyapsizmi? Salat. Bular rayhonlar. Mana hammasi rayhon, yalpiz aralash ekilgan. Mana archalar qarang, qayerda o'syapti. Mana bitta yagona o'rik daraxti bor hovlimizda, abrikos. Mana dovchalarni ko'ryapsizmi? Agar sog' urmasa, yozda abrikos yeysizlar. Biz bittagina abrikosimiz bor, boshqalari gullar. Mevalar bor, lekin juda ham yosh ular, endi ekilgan. Endi mana ozgina joy bo'lsa ham bolgari, pomidor, salsal ekishimiz kerak. Svejiga nima yetsin? Bozordan olib kelganingiz boshqa, o'zingiz ekkaningiz boshqa, to'g'rimi? Men hozir sizga bitta narsani ko'rsataman. Yalpiz. Yalpiz tog' yalpizi edi. Biz ekib ko'rsak, mana shunday holatga keldi yalpizimiz. Mana yalpiz ko'rdingizmi? Taniyapsizmi? Yalpiz. Mana bu tog'dan juda baland bo'lib o'sib ketganligi sababli egib, işte bog'lab qo'ydik. Ark qilmoqchimiz. Mana bu nok, endi ekilgan nok, nihola. Mana bular yana kalendulalar, yana atirgullar. Mana buni taniyapsizmi? Lavanda. Bitta yagona lavanda bor hovlida. Ko'rdingizmi? Hammasi mehnat bilan. Ko'p ham mehnat shart emas-ku, ekasiz, suv qo'yasiz, chop qilasiz, salsal biyagumiz berasiz yoki jaydari mahalliy chirigan go'y solasiz, shu bilan o'sib ketaveradi. Hamma narsa salgina mehnat bilan go'zal. Azizlar, mana ko'katlar, kashnich ovqatga solasiz. Mana bu zontik gulimiz. Qishgacha yaxshi o'sadi, keyin sovuradi. Agar tushungan kishilar bo'lsa, mana shu gullarning deyarli barchasi dorivor o'simliklar bo'lsa kerak. Mana bu ham baland bo'lib o'sib ketgan bu fioletoviy daraxt. Gullaydi fioletoviy bo'lib. Dorivor deganim, hozir bitta narsani ko'rsataman. Oilada chaqaloqlar tug'ilsa, ukropning va'da olasiz tekadan. Mana ukrop. Ukropning haqiqiy turishi mana. Bu shivit emas, bu arpa bodyom. Ukrop deydirsizlar. Mana qarang. Bu behi. Behi daraxti gulladi. Menimcha hosil qilsa kerak gulladi. Mana ko'ryapsizmi, ko'rinayotgan bo'lsa, gullagan hosil bersa kerak. Mana shunday o'simliklar. Kalenduladan zerikmagan bo'lsangiz, yana bitta kalendulani ko'rsataman. Qarang, mana gullab turishini. Ko'ryapsizmi, qanday gullayapti. Mana bu qator hammasi atirgullar. Bular qalamchalaridan bo'lgan. Qayerda atirgul qalamchasini ko'rsangiz, kesib, kichkina tuvakchalarga teplичка qilib eksangiz, 1 yilda atirgul tayyor. Mana gulimiz amma gul. Chunki buni boshida ammalardan keltirib ekkanmiz. Shu uchun amma gul deymiz.
Bu rosa o'saveradi. Barglarini to'g'layga berishingiz mumkin. Rosa serbarg. Bular hammasi davomi atirgullar. Ana endi mana bu gulimiz kashtanka. Kashtanka Gultuvayda kelgan 3 yil. 3 yil bo'ldi. Yerda o'syapti. Qishda sog'urmaydi. Mana bular esa shivitlar. Shivitlar ovqatga solasiz. Mana bu yerda toklar bor. Buni ko'taramiz endi. Cho'zishimiz kerak zdaniyaga tomon. Qarang, hattoki yo'l chetida tuproq unumdor uchun uzunasiga ekkanmiz. Taniyapsizmi, kashnich. To trotuar oxirigacha kashnich. To'g'ri, begona o'tlari ham bor. Tozalab ishlatasiz. Bizdan kashnich bo'lsa, o'tlarni tozalab ishlating. Mana turgullar qarang, qanday barglari katta bo'lib o'sgan. Mana o'rtada qarang endi bu nima? Taningizmi? Lavroviy list. Ko'ryapsizmi? Lavroviy list virtdagina hammani ta'minlaydi bu. Mana yerlarni chopib ag'darib qo'yganmiz. Iloji bo'lsa salsal pomidor yoki bolgar ekib ko'ramiz. Mana archa, sersuv daraxtlar shu tomonda ekilgan. Ko'p suv ichadigan azizlarim. Mana archalar qarang, kattalar qanday bo'lib ketdi. O'sha zaninlar bilan tenglashib qoldi. Bular kislorod chiqaryapti biz uchun. O'rtoqlar, biz shundan nafas olamiz. Ko'rdingizmi? Archa tagiga stol qo'yib o'tiring. Tog' nafasini olasiz azizlarim. Mana bu yerda bitta qator atirgul bor, bir tomoni bo'sh. Shunga nimadir eksak. Bodringmi? Bizda joy torligi uchun nasib bo'lsa ipga cho'ziladigan poliz mahsulotlar ekib ko'rishimiz mumkin. Mana 3-4 tagina uzum bor. Bular bu yil kesilmay qoldi. Sovuq deb kesmadik, barglab qoldi. Endi nasib bo'lsa sho'rlamasa uzum hosili eskisiz, qora uzum, oq uzum. Uzumlar o'sha ketdi jo'nab. Ko'rdingizmi? Mana bu yerda dam olyapti maza qilib kimlar. Mana bu tovuqlar ko'rdingizmi? Mana shular 1 yosh emas hali. 1 yoshga to'lyapti. Qarang, bular tuxum qo'yib, bir-biri bilan urush qilib, janjal qilib yotadi. Tabiatni eng mana shular bahramand bo'layotgan jonivorlar. Ko'rdingizmi? Mana bular ham archadan nafas olishyapti. Qarang, yonginasida tik o'sgan archa shundan nafas oladi. Shundan bahramand bo'ladi. Mana bizning hovlimiz o'simliklari azizlarim. Yana bitta bochkada gul bor. U hali uncha yaxshi o'smagan. Uni ko'rsatdim kelmayapti sizlarga. Sizlarga qarang. Bu yerda maymunjon ekilgan. Xayr azizlarim. Hayır.